Yozgi ta'til vaqtida umumta'lim maktablari o'quvchilari, talabalar hamda mahalladagi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida viloyatimiz bo'ylab dolzarb 90 kun tadbirlar davom etmoqda. Tadbir doirasida sportning shaxmat turi bo'yicha Farg'ona viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi tashkil qilindi. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevich Bozorov tashabbuslari bilan dolzarb 90 kunlik doirasida Havaskorlar ligasi tashkil etildi. Bu Havaskorlar ligasi 8 dan oshiq sport musobaqalari hamda ma'naviy ma'rifiy loyihalarni o'z ichiga olgan bo'lib, mana shunday loyihalardan biri Havaskorlar ligasining Farg'ona viloyat bosqichi shaxmat Yoshlar ishlari agentligi kubogi. Bugun mana Farg'ona viloyat final bosqichida to'planib turibmiz. Albatta bu yerga viloyatimizdagi jamiki 19 tuman shahardan tashrif buyurgan 2 yosh toifasidagi o'g'il qizlarimizdan tashkil topgan ishtirokchilar o'zaro bellashmoqdalar. Havaskorlar ligasi musobaqasining yakuniy bosqichi viloyatning tog'li hududi Farg'ona tumanining So'lim go'shalaridan Chimyon sihatgohida bo'lib o'tdi. Ushbu bellashuvning birinchi va ikkinchi bosqich g'olibligini qo'lga kiritgan 80 nafardan ziyod umidli yoshlar g'oliblik uchun o'zaro kurash olib bordilar. Hozir viloyat final bosqichida turibman. Shu endi kelajakda professional ligaga o'tish, respublika shu o'zimizda milliy terma jamoaga qo'shilish va o'z karyeramga borish. Tuman bosqichi ham a'lo darajada o'tdi. Viloyat hokimimizga rahmat. Shunchalik yoshlarni qo'llab-quvvatlashyapti. Havaskorlar ligasi tashkil etilgandan shu mahallada o'zini kuchini sinash bo'yicha yoshlarni o'zini iqtidorini namoyish qilishga katta imkoniyat beradi. Albatta shunaqa turnirlar ko'p bo'lsa, chempionlar ham ko'p bo'ladi. Shaxmat inson aqlini chaqlashi, uni o'ylashga va tafakkur qilishga, doskadagi donalarning xatti-harakati orqali hayotni teranroq his etishga undovchi sport turi sanaladi. Shu bois har bir o'yin qiziqarli va kombinatsiyalarga boy bo'ldi. Dolzarb 90 kunlikda juda ham ko'p musobaqalar, ko'rik-tanlovlar o'tkazilyapti. Shu jumladan shaxmat viloyat chempionatligi ham o'tkazilyapti. Ana shu chempionat o'tkazilganligi meni qizimga juda ham katta motivatsiya beryapti va qizim bundan yanada ruhlanib, yaxshi natijaga erishishga harakat qilyapti. Bunda qizimning orqasidan mana biz ham oilaviy keldik. Shu munosabat bilan ko'rmagan joylarimizni ko'ryapmiz. Juda ham chiroyli joylarda tashkillanyapti. Chimyon sanatoriyasi biz hali biror marta kelgan joyimiz yo'q. Shu bahonada ko'ryapmiz qizimiz orqasidan dam olib soya salqinlarda. Eng asosiysi mana shunaqa musobaqalar natijasida yaxshi iqtidorli o'quvchilarni yuzaga chiqishini ajratib olish osonlashyapti. Tashkillangan musobaqalar ko'proq bo'lsa, xalq uchun ham, biz uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Men Beshariq tumani 54-idimdan keldim. Kelajakda Xudo xohlasa O'zbekiston chempioni bo'lishga harakat qilaman. Musobaqa davomida tajribamni oshirdim va yangi dugonalar bilan tanishdim. Musobaqa yakuni bo'yicha o'z yo'nalishlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan iqtidorli shaxmatchilar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.